hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va fuqarolar, bugungi brifing orqali bojxona institutiga o'qishga qabul qilish va bojxona organlariga ishga kirish tartibi to'g'risida axborot berib o'tamiz. Bojxona institutiga qabul qilish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 29-apreldagi 365-son qarori bilan tasdiqlangan Bojxona instituti bakalavriatiga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom asosida tartibga solinadi. Shu o'rinda qisqacha Bojxona instituti haqida gapirsak, Bojxona instituti 4 yillik ta'lim dasturi asosida malakali kadrlarni tayyorlashga ixtisoslashgan, harbiylashtirilgan oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Institutda tasdiqlangan davlat ta'lim standarti asosida bojxona ishi va yurisprudensiya mutaxassisliklari bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Institutga o'qishga qabul qilish quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi. Dastlabki tanlov, maxsus kasbiy tanlov, test sinovlari. O'z o'rnida dastlabki tanlov hujjatlarni to'plash va o'rganish, yakka tartibdagi suhbatlashish, individual psixologik o'rganish, umumjismoniy tayyorgarlik darajasini baholash, tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Ikkinchi bosqichimiz, ya'ni maxsus kasbiy tanlov bosqichida psixofiziologik o'rganish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, yozma ish, diktant yozish, kompyuter texnikasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha bilim darajalarini tekshirish, yakka tartibdagi yakuniy suhbat. Uchinchi bosqichimiz test sinovlari. Test sinovlari o'tkazish tartibi bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan belgilanadi. Institutga qabul qilishda nomzodlarga quyidagi talablar qo'yiladi. Birinchidan, umumiy o'rta maxsus va boshlang'ich professional ma'lumotga ega bo'lish. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-sentyabrdagi 44-47 sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizom talablariga javob berishi, harbiy xizmatni o'tamaganlar 17 yoshdan 23 yoshgacha bo'lishi, shuningdek 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan ofitserlar tarkibi harbiy unvonlariga ega bo'lmagan harbiy xizmatchilar va harbiy xizmatga majburlar tanlov asosida qabul qilinadi. Nomzodlarning bo'yi o'g'il bolalar uchun 165 sm dan, qiz bolalar uchun 160 sm dan past bo'lishi mumkin emas. Bojxona organlarida xizmatni o'tash bilan bog'liq qonun hujjatlarida belgilangan cheklovlarga rioya etishni rad etgan yoki maxsus talablarga javob bermaydigan fuqarolar tanlov bosqichlaridan chetlashtiriladi va ular institutga qabul qilishi rad etiladi. Institutga o'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlar o'zlarining doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olingan joy yoki nomzod tahsil olayotgan o'quv muassasasi joylashgan hududiy bojxona boshqarmasiga murojaat qiladilar. Arizalar qabul qilish yilida 1-yanvardan 1-aprelga qadar davom etadi. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, bugungi kunda Samarqand viloyati bojxona boshqarmasiga Samarqand viloyati hududida yashovchi fuqarolar tomonidan 230 dan ortiq arizalar kelib tushgan. Bugungi kunda ushbu nomzodlar bilan dastlabki bosqich tanlovlari, psixologik test va sport normativlarini qabul qilish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bojxona institutiga kirish istagini bildirgan fuqarolar, yoshlar, abituriyentlarimiz 1-aprelga qadar Samarqand viloyati bojxona boshqarmasiga murojaat qilish orqali bojxona institutiga kirish uchun ariza topshirishingiz mumkin. Bojxona organlari xizmatiga ishga kirish tartibi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari xizmatiga qabul qilish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 25-martdagi PQ 122-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizom talablari asosida tartibga solinadi. Xizmatga vatanparvar dunyoqarash, yuqori ma'naviy axloqiy sifatlar, intellektual saviya va bilim doirasi keng, shuningdek zaruriy jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qabul qilinadi. Bojxona organlari xizmatiga qabul qilishda nomzodlarga quyidagi talablar qo'yiladi. Birinchidan, xizmatga bo'yi 165 sm dan past bo'lmagan erkaklar va bo'yi 160 sm dan past bo'lmagan ayollar qabul qilinadi. Ikkinchidan, xizmatga 18 yoshdan kichik va 30 yoshdan katta bo'lmagan, shu jumladan 30 yoshda bo'lgan oliy professional, o'rta maxsus va umumiy o'rta ma'lumotga ega, o'zining shaxsiy ishchanlik va axloqiy fazilatlari, sog'lig'ining holati va jismoniy tayyorgarligiga ko'ra xodimning xizmat majburiyatlarini bajarishga qodir bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ixtiyoriylik va tanlov asosida qabul qilinadi. Shuningdek, erkaklar xizmatga kirgunga qadar O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarida muddatli harbiy xizmatni
yoki safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatni o'tashi yoxud oliy o'quv yurtlarida harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. Shuningdek, nomzodlarni xizmatga olish tadbirlari quyidagi saralash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Dastlabki saralash bosqichi. O'z o'rnida ushbu bosqichda ro'yxatdan o'tish, dastlabki test sinovlari, psixologik o'rganish, jismoniy tayyorgarlik, nomzodlarni dastlabki o'rganish va tibbiy ko'rikdan o'tkazish bosqichlari amalga oshiriladi. Keyingi bosqichimiz, ya'ni yakuniy bosqich, yakka tartibdagi suhbat asosida amalga oshiriladi. Dastlabki va yakuniy saralashda muvaffaqiyatli o'tgan, shuningdek, tanlov yakuniga ko'ra yuqori natijalarga erishgan nomzodlar xizmatga qabul qilinadi. Quyidagilar xizmatga qabul qilinishi mumkin emas. Birinchidan, muomalaga layoqatsiz va muomala layoqati cheklangan deb topilgan fuqarolar, xizmatni o'tashga monelik qiladigan kasalligi yoki jismoniy nuqsonlari bo'lgan fuqarolar, boshqa davlat organlaridan salbiy sabablarga ko'ra bo'shatilgan fuqarolar, sodir etgan jinoyati uchun ilgari hukm qilinganlar, qo'llanilgan jazo turidan, sudlanganlik holati tugatilganligidan yoki olib tashlanganligidan va o'ziga nisbatan amnistiya akti yoki afv etish qo'llanilganidan qat'iy nazar yoxud yarashuv munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan fuqarolar, bojxona organlarida xizmatni o'tash bilan bog'liq qonun hujjatlarida belgilangan cheklovlarga rioya etishni rad etgan yoki maxsus talablarga javob bermaydigan fuqarolar qabul qilinishi mumkin emas. Ushbu talablardan kelib chiqib, bojxona organlari xizmatiga kirish istagidagi fuqarolar xizmatga munosib nomzodlarni tanlab olish maqsadida bo'sh lavozimlar soni va saralash tadbirlarini o'tkazish to'g'risidagi e'lonlar, arizalarni qabul qilish muddati, nomzodlarga qo'yiladigan talablar ko'rsatilgan holda ommaviy axborot vositalarida, jumladan bojxona organlarining rasmiy veb-sayti, ya'ni bojxona.uz saytida beriladi. Nomzodlarning murojaatlari bojxona qo'mitasi tomonidan vakant lavozimlar bo'yicha tanlov e'lon qilinganda, bojxona.uz rasmiy veb-saytidagi bojxona organlariga ishga joylashish interaktiv xizmati orqali qabul qilinadi. Agarda mavzu yuzasidan sizda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, Samarqand viloyati bojxona boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin.